Loyiha ishi. Audio matn. Mavzu: O'rta asrlarda Yaponiya. Fan: Jahon tarixi. Sinf: 8J sinf. Tayyorlagan o'quvchilar: Usman va Jasmina, Abdurasul va Dilnoza. Ovozlantirgan o'quvchi: Usman va Jasmina. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan O'rta asrlarda Yaponiya davlati haqida gaplashamiz. O'rta asrlar davri Yaponiya tarixida muhim o'rin egallaydi. Bu davr taxminan 12-asrdan 14-asrgacha davom etgan. Bu davrda mamlakat feodal tizim asosida boshqarilgan. Yaponiyada rasmiy hukmdor imperator bo'lgan. Imperator davlatning ramziy rahbari hisoblangan. Ammo amalda hokimiyat ko'pincha shogunlar qo'lida bo'lgan. Shogunlar harbiy hukmdorlar bo'lib, ular mamlakatni boshqarishda juda katta kuchga ega edi. Shogunlar o'z qo'shinlariga ega bo'lgan va ular mamlakat xavfsizligini ta'minlagan. Shogunlar davrida samuraylar juda muhim rol o'ynagan. Samuraylar Yaponiyaning mashhur jangchilari hisoblanadi. Ular o'z xo'jayinlariga sodiqlik bilan xizmat qiladi. Samuraylar uchun sadoqat, jasorat va sharaf juda muhim bo'lgan. Samuraylar Boshido deb ataladigan axloqiy kodeksga amal qilgan. Boshido jangchining yo'li degan ma'noni anglatadi. Bu kodeks samuraylarga qanday yashash va qanday harakat qilish kerakligini ko'rsatib bergan. Boshido qoidalarga ko'ra samuraylar jasur, halol, sodiq va intizomli bo'lishi kerak edi. Ular o'z xo'jayinlari uchun jonini ham fido qilishga tayyor bo'lgan. Samuraylarning asosiy quroli katana qilich bo'lgan. Katana uzun, o'tkir va mustahkam qilich bo'lib, samuraylarning ramzi hisoblangan. Samuraylar yoshligidan qilichbozlik va jang san'atini o'rganishgan. O'rta asrlarda Yaponiyada ko'plab ichki urushlar ham bo'lib o'tgan. Turli feodal hukmdorlar hokimiyat uchun kurashgan. Bu urushlar mamlakatni uzoq vaqt davomida parchalagan holatda qoldirgan. Shunga qaramay, bu davr Yaponiya madaniyatining rivojlanish davri ham bo'lgan. Buddizm va sintoizm dini keng tarqalgan. Bu dinlar xalqning urf-odatlari va hayot tarziga katta ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, choy marosimi Yaponiyada juda muhim madaniy an'ana hisoblanadi. Choy ichish marosimi tinchlik, hurmat va tartibni ifoda etgan. Yaponiya san'ati ham rivojlangan. Bog'lar maxsus uslubda yaratilgan. Bu bog'lar tabiiy go'zallikni ko'rsatish uchun mo'ljallangan bo'lgan. Shuningdek, teatr san'ati ham rivojlangan. An'anaviy Noh va Kabuki teatrlari o'sha davrda paydo bo'lgan va mashhur bo'lgan. Xulosa qilib aytganda, o'rta asrlarda Yaponiya harbiy an'analari, samuray madaniyati va boy urf-odatlari bilan ajralib turgan davlat edi. Bu davrda Yaponiya tarixida juda muhim o'rinni egallagan. E'tiboringiz uchun rahmat.